Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar va bog'bon akalar. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Mana shu adirliklarda. Mana shu yerda bog'. Hozir mana shu joyda hop 450 metr masofada 20 metr podiyomda 30 kilovatli nasosimiz suv chiqarishi. Mana ko'ryapsizlar. Fotoda yaqinroqda. Hop, truba diametri 200 diametr. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r. Hop, ko'ni ochiq odam ekan bu inson. Shu akamizga suv chiqarib beryapmiz. Mana ishlarini bugun ikkinchi kun yakuniga yetib berdik. Xudo xolasa. Mana inshaalloh hosilaga suv nasosni o'rnagan joyiga ham qo'yib beramiz. Aytgancha bu yerda 75 kilovat nasos bo'lgan. Biz 75 kilovat nasosning o'rniga shu nimamizni o'rnatib ketyapmiz. Ya'ni glubinniy nasosni o'rnatib, xudo xolasa mana shu holatga olib keldik. Juda ham zo'r. O'ta vada vash-vash. Oh, da suv chiqyapti. Ha, fermer akamiz mana. Nasos trubasi mana shu joyigacha 225. Xo'sh, pastga tushgan naqida 200 ga ulanib ketgan. Mana va bu yog'ini ko'rib turibsizlar. Mana shu pastlikka tushib ketadi. Hozirgi holatimiz o'rtasida ham o'rtacha 20 metrga yaqin. Undan u yog'i balandroq. Hech qancha amper olgani yo'q. Shoptali bog'lan. Xudo xolasa. Juda ham zo'r. Lekin zo'r nima qilib qo'yishibdi, mana qaranglar. Ishlov berib qo'yishib shaftoliga. Bularni ko'rib uydagi 5 shaftolimni ham xuddi shunaqa qilib nima qildik. Ashega troynik. Nimaga? O, hozir uzilib turdi-yu. Tepada, ha. Ashega. Ha, o'sha joyga troynik. Qo'yiladi. Ha. Endi o'zlatishga bor ekanmi? Uzatishga yo'q. Yo'q, ulab qo'yadi. Shunday ulab qo'yiladi. Hozir o'sha yerda azda kesib qahladi ochsa. Yo'q. Tepaga ketadi-yu. O'rtada arqa tushirgani ham qilinadi. Bitta pastga tushgani. Hozir joyga tushyapti, o'sha joyga Bitta qo'yiladi-da. Ikkala chekkaga ikkita adapter qo'yilib, o'rtaga bitta zatvor qo'yiladi, bo'ldi. Xo'p, akalar, mana hozir keldik. Xullas kecha kuni kran ko'tarib tushirayotganda turbalar bukilib ketgan, ya'ni atvot. Bukilib ketib svarkada yorilish bo'ldi. Ozgina ertaga nasib bo'lsa, uni ham svarkasini qilib imkon darajada nima qilib beramiz? Nima deydi? Bartaraf qilib beramiz. Hech qanaqa ortiqcha muammo yo'q. O, tepadagi shit bizniki. Voy, mana shu nasos 75 kilovat. Bundan ozgina kam tashayapti. Tepa teng emas-ku. Примерно bir 5-6 kuba kamroq tashayapti. 10 kuba deganda ham kamroq tashayapti nasos. Mana shu nasosdan. Xullas shunaqa. Mana shu joyga kelib uladik. Mana shunday qilib uladik. Bu yog'i chiqishi 160 diametr, o'rtaga bitta обратный klapan. Shuna qilib ustanovkalarni qilib, xudo xolasa elektrishitimiz o'zini xudo xolasa ertaga oxiriga yetishga harakat qilamiz. Mana o'zlarining 75lariga uladik. Xo'p, tok kushlanishlari zo'r ekan. 224, 224, 215. Juda ham zo'r. Xudo xolasa hozir mana hop. Ana. Sababi? Hop.
o'shdi. Qancha qilmoq? Xo'p, turbamiz mana o'zi 225 diametr, o'rtadan 219 bo'lib, u yog'i 200 bo'lib ketgan. 3 ta. Xo'p, turbamiz ham biroz kattaroq, lekin 75 kilovat. Qancha 30 kilovat bilan 75 o'rtasida bo'lsa, hozir qancha bo'lyapti? 30 bilan 75 mi? Hop, 40 kilovatmi? 30 bilan 75 Ha? o'rtasimi? 35 kilovat. 35 kilovat, 65. Yo'q, ha? 40. 75 bilan 40 kilovat. 40 kilovat. 40 kilovat kamroq rasxod qilyapti. Ha, 40 kilovat, 45 kilovat kamroq rasxod qilyapti. Bunga qaraganda 30 kilovat. Lekin suv chiqarishi 10 kubami yaqin kamroq. Lekin hisob-kitob qilganda juda ham zo'r, bir xolasi. Xullas, bugungi ish jarayonlari tugadi, akalar. Nasib bo'lsa, biz uyga qaytishga harakat qilyapmiz. Agar havo jahon yaxshi bo'lib tursa, ertaga kelib, xudo xolasa, suv qarang, yurgizganimizga qancha pastlab boribdi. Suv ham ancha pastlab berdi. Hech qancha qolmas ekan, tabiiyda. Qurtversaga mayli. Ana balig'i bor ekan, 5 kiloli sazonladi. Sazonladi shakita. Bo'laveradi. Bitta qilmoqki. Xudo xolasa, ertaga to'liq oxirga yetganda sizlarga nima qilamiz? Nima deding, Baxtiyor? Zo'r. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Bunga o'xshash nasoslar mana yotibdi. Endi Eskilar safqlar. ha, eskilik endi bu paytda bu nima deydi, afsonaviy legendasi bo'lgan bular. Endi bundan buyog'iga ekonom qilishadi-da. Xo'p, suv sathi pastda 3,5 metr atrofida suv pastga, ya'ni quduq. Bu yerga suv to'plab, keyin tepaga qarab haydashar ekan. Ya'ni endi mabodo buni ishlatgilari kelmasa, buni ishlatishadi. Uni ishlatgilari kelmasa, buni ishlatishadi. Shunaqa. Xullas. Xudo xolasa yakuniga yetdi. Xullas, nasosimiz 30 kilovat, 200 kuba. Xudo xolasa raketa nasoslarimiz montajlarni ham zo'r qilib, mana ko'ngildagidek qildik. Mana endi ozgina. Endi hamma ishda ham defekt bo'ladi, ozgina olsa ham oxiriga yetganda bularni oxiriga yetib nima qilib qo'yamiz. Xo'p, xullas, bizni kuzatishga davom etasizlar. Imkoniyat darajada biz sizlarga suv nasoslarini uzatib borishga harakat qilamiz. Kelar, like qizg'anmaysizlar, like bosib qo'yasizlar. Bu boshqa dehqonlarga videolarimiz, ya'ni yetib borish uchun like bosib qo'yinglar. Nima deydi? Xudo xolasa, emotsiya yaxshi. Endi 2 kun, 3 kundan beri kelyapmiz. Bu yerga Sanoqchaga imkoniyat darajada bugun mana yakuniga yetishga harakat qildik. Bizdek akalarga, misol uchun ahvolaga like bosib qo'yasizlar. Ana hammamizni bu yil 2026-yil Allohim hammaga baraka beraversin. Xo'p, rahmat. Bizni kuzatishga davom etasizlar. Imkoniyat darajada biz sizlarga video rolik ulashib borishga, ya'ni nasoslarni o'rnatib xizmatini qilib berishga harakat qilaveramiz. Rahmat.